Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Samarqand viloyati Pazdarg'om tumani Hoslat qishlog'iga kelganmiz. Bu yerda mana shunaqa kolodus, ya'ni beton halqalar ishlab chiqarar ekan. Har xil turdagi koloduslarni siz mana shu yerdan topsangiz bo'ladi. Mana eniga 90, balandligi 60 razmerdagi koloduslarimiz juda ham ko'p qo'yilgan bu yerda. Siz xohlaganingizcha topishingiz mumkin. Kimga kerak bo'lsa quruqlar juda ko'p. Taraflaganman. Shunga yuklayapti akalar. Mana aziz kuzatuvchilar, ana nasib bo'lsa o'zimizda mana shunaqa o'rnatilgan apparatimiz ham bor. Shuni qo'yib, bunisini ustiga qo'yamizda ip bilan bog'lab, sekin pastga tashlayveramiz. Necha metr bo'lishini qizig'i yo'q. Telefon qilsalaring, bemalol uylaringizgacha olib borib, o'zimiz tashlayveramiz nasib bo'lsa. Bunday qadar yaqin borganingizda bunday. Yo'q, unaqa joylar yo'q. Bunday chansiyaslarni o'tkazib ana bu ko'rmasin buni teshigi yoqlashdi. Teshigini qo'rqyapti, ochib buni eshigini. Bizda faqat 60 ga 90 razmerdagi koloduslarimiz, bundan kattalari ham bor. Mana mana 60 ga 1.10liklari, bunisi mana 60 balandligi, qalinligi 20 sm, diametri 1.10 razmerda bo'ladi. Ichiga setkalar tashlangan, faqat qo'yilgan. Bu yoqda mana 90lik koloduslarimiz. Bemalol telefon qiling, juda ko'p. Bularning soni juda ko'p. Siz xohlaganingizcha biz yetkazib beramiz. Balandligi 60lik deysizmi, 30lik deysizmi, 40lik xohlagan razmeringizdagini qilib beramiz. Mana krishkalarimiz ham ichiga setkalar tashlanib, paqqot qo'yilgan. Mana aziz kuzatuvchilar. Mana bu hojatxonaniki bo'ladi. 90liginiki ham bor, 1.10liginiki ham bor. Hammasidan bor. Men ham sotaman, uyimga olib borib o'zim sotaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa ham bemalol bizga aloqaga chiqaveringlar. Agar bizga mashina yuborsalaring, o'zimiz chiroyli tarzda narxlarni kelishtirib yuklab beramiz.